kelishaveradi. Akalar, Otabek ham shu indamay turaverib, qo'ydi ham shu o'ta dahshatli boqqan tashlab qo'ygan ekanlar. Bog'udaylar hammasini olib chiqyapmiz. Ko'ringlar mana buni. Akalar 2,5 oylik sho'lik bo'g'oz sog'liqlar xohlasa. Narxi ham qulay, qisir narxi qilib yuboramiz. Qanaqa yem bergan yaxshi? Bor 100 mingdan. 200 mingdan o'tasiz. 28 dan. Haddim siqqanini so'rab olyapsiz aka, haddim siqqan obunachilarga. Jahon sizda obunachilarga mana 2 million 8 ming. Barkasiz. Birodarlar, mana haftaning birinchi kunidanoq xudo xolasa yangi haftada mana yangi tong inshaalloh sizlar uchun Otabek akamni boqudagi qo'ylarni xudo xolasa ko'rsatamiz akalar. Hammaga assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, sog'liq ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovondamiz, so'ydi bo'yida. Otabek akamizni qo'y fermalariga yetib kelamiz. Inshaalloh boqudagi qo'ylarni ko'rsatamiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, gumburlatib turasizlar. Akalar, bugun hafta kuniga dushanba 9-iyun 2025-yil. Hammangizga akalar yangi hafta xudo xolasa xayrli kelsin, yaxshi kayfiyatda shu bir haftani ham tugatib olinglar. Otabek aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, Sardarbek. Aka, Bilamisiz? rahmat aka, bormisiz? Bayramni o'tkazib olib aka. Xudoga shukr. Assalomu alaykum obunachilar, hammalaringga. Aka, o'tkazib olyapti hammalaring. bu o'sha video boshida aytdingiz, boqudagi qo'yingiz ishonchli, ha? Yo, bu boqudagi qo'ylar qisir emas. Qisir emas. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. 2,5 oy bo'ldi, qo'shqarimizga o'zi sonida bola bilinib bo'lyapti. Mana aka. Shunda 2,5 oylik bo'g'oz-a, qo'sog'liqlar, ha? 2,5 oy oldi, 3 oy, daha 2,5 oy. Mana akalar, 2,5 oylik sho'lik bo'g'oz sog'liqlar xolasa. Narxi ham qulay, ha? Qisir narxi qilib yuboramiz, ha? Mana akalar. Hop, 2 ta, 4 ta, 6, 7 tagina. 7 dan biri Xizr deydi akalar. Bir qo'ra inshaalloh. Yellar hammasini ko'ringlar mana. Ko'rinib turibdi, qorinlaridan o'zi mana bilinib turibdi. Qo'yib ko'ringlar. Hammasi naqd bo'g'oz xudo xolasa. Yemishlaring nechun garantiya aka? Ishonchli, lekin bir 20 kun ham garantiya beramiz. 20 kun ham sinaverasizlar. Obunachilar ko'ringlar. Bitta ko'kidan bor, ikkita sarig'idan bor, qolganlari qora kashtanglaridan. Mana. Qo'ylarni necha Otabek aka? Qo'ylari 80. Bir shulasini bittasini ko'raylikmi? Tishlarini, suyagini bir etini ko'raylik. Mana akalar, yelini ko'ringlar. Bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Jonivor. Hali Qo'ydi sifatini ham qo'ying. Kishi nechta buni? Kishi mana aka. Mashalloh. Katta yana. Mana 80 pilis hammasi, ha? 80 pilis minus. 80 pilis minus yo'llarasiz obunachilar. Mana ko'ringlar mana buni. Ye bay. Hali qo'ziki. Mana Otabek. Hozir mash qo'yadigan narximizga o'zini o'zi ham oqlaveradi mash. O'zini o'zi ham oqlaveradi, xudo xolasa akalar, ko'ringlar. Mana badani ham semiz ekan, xudo xolasa. Mana akalar, qo'ylarimizga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xolasa o'ta dahshat hammasi. Dasturga Samarqandga yechadi diga. Mana akalar, yerlarni ko'ringlar. Yeb ishlariga xudo xolasa behijorat boqib sinab ko'rasizlar, garantiyasi beriladi mana. Lekin qo'ylar juda charchagan, ko'chaga chiqmagan, uyda yemda turgan yemni yegan bo'ldi akalar. Tashqari yo'nga chiqib aylanib yurmagan. Mana. Ash ko'rgan rosa qochaman deyapti. Akalar, qo'yni ko'rib turibsizlar, xudo xolasa hammasi mana ishonchli, naqd bo'g'oz inshaalloh. Qo'ylar ko'chaga chiqmagan, charso'roq ozgina mana. Ko'ringlar mana buni. Ko'cha ko'rmagan, ya'ni uyda yemni yeb turgan, bo'ldi. Tashqari yo'nga aylangan chiqmagan. Ko'ringlar qo'ydi. Mana akalar. Otabek aka Jo'jon. Mana. O'ta suyakli variantlar. Mana akalar, qo'yib ko'ringlar. Xudo xolasa sarg'am lekin o'ta dahshat ekan mana. Tichini ochingchi. Quloqlarni ko'ringlar, tomirlarni. Tishi ham 4 chigan. Tishi aksariyat yosh ekan qo'ylarda. Aksariyat 4. Tug'magan. 4 kishi tug'magan. 2 kishiligida kelgan, qo'shib qo'ydik. Eti ham semiz ekan, xudo xolasa. Mana, hammasi lekin ishonchli obunachilar. Osalang xudo xolasa pullaring arziydigan qo'ylar. Eti ham semiz. Shu holatga etini shunday ushlab tursalar, bolani orasida kelib ozib ketmaydi mana. Narxi nima deymiz aka, narxini? Bir joyga. Yo'q, obunachilar arzonlatib ayting aka. Hammasini bir qo'ra olaman desa. Bularda qisirlari ham bor-da, o'sha ko'plar bilan birga tashlaydi. Ya endi bir qisir narxi qo'yib bering shularni ham. 4,5 million qilib oldik o'zimiz. 4,5 million qilib 42 tutadi. Hammasini bir joyga 42 dan beramiz. Qo'ldi bering. 4 million so'mdan bir joyga mayda-chuyda qilmaymiz. Obunachilarimizga. To'g'ri keladi obunachilarimizga bir xayrli bo'ladi aka. 4 million so'mdan. 4 milliondagi 100 ming so'mga talashim 700 ming o'tib beryapsiz. Bo'ldi, Alloh baraka bersin. Dasturga Samarqandgacha? Dasturga Samarqandga. Donaga nech bilan donaga? Donaga kelishaveramiz. Holatiga qarab, mana akalar don olaman degan holatiga qarab kelishlarini, xudo xolasa kelib ko'raman sizlar ham kelaverasizlar.
Qo'chqorda qanaqasi qo'sh kelmadingiz? Bir ko'rsataylik qo'chqorda aytgancha aka. Video boshida o'zimga ko'rsatib shu qo'chqorda qo'sh kelmadi o'rdingiz, bir obunachilarni ko'rsinchi. Afg'ondan qo'shganmiz. Uni ham ko'rsatib qo'yamiz. Bir maza qilsin akalar. Bunga qo'shniga qo'chqor ko'rsatib qo'yamiz, ular ko'rib turasizlar. Ya endi aka unaqa qilmang, bola mana qochirib qo'yingiz. Endi obunachilarimizdan baraka topishsin. Bo'laradimi? Mana chiqamiz, ko'ramiz, xudo xolasa joningiz sog' bo'lsin. Mana akalar 4 million so'mdan xudo xolasa ketib turadi. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar, inshaalloh ulardan ko'rsatamiz. Ketdik. Mana Sardarbek Qo'chqorda iltimos qilganimiz javob chiqdi. Bu sotish shart emas. Mashalloh. O'zimiz bola olamiz. O'sha qo'yliga qo'shni qo'chqormi bu? Mana bu qo'ylilar keldi. O'zimizni Qo'chqor. 6 oydan beri boqamiz. 6 oydan beri boqiladi. Oyoq parchalarini ko'ringlar, o'tib obunachilar yo'g'on ekan mana. Bu arashana bu. Chinoching. Afg'on bilan arashin chatishgan. Afg'on bilan arashana chatishgan variant mana. Ikkita hali to'ldirilgan yo'q. Ikkita to'ldirilgan. 6 toshni bitta ko'rsataylik. Mana, bunga 6 toshni kengligini xudo xolasa o'ta dahshat mana. Quloq orasi ham ochiq. Ishqibozga sotilaveradimi bu ishqibozga? Ishqibozi bo'lsa, obunachilarimiz aka bir bola olishdanchi sotish maqsadi yo'q edi, mayli endi chiqargandan keyin gap yo'q. Mana keling. Mana telefon qilsanglar xudo xolasa ko'rsating, oyoq kengliklarni ko'rsating. Mana buni ko'ringlar. Oyoqlar baquvvatlar. Oyoqlari ham baquvvat lekin. Bo'yi nechi 90 chiqadi? 95 ga olishaveradi. 95 ga olasizlar obunachilar. Bitta o'lchab qo'ylik metr bor ekan mana. O'zlari mana aytmaymiz, o'zlari ko'rib olishadi. Mana kela. Jonivor 1 metrdan uraman deyapti. 90 ustida ekan. Kilogramm necha kilo chiqadi trigvesi? Trigves tortmaganman. Tortilmagan trigvesi. Mana kela. Maqsadam yo'q edi, boshqa yo'q. Endi obunachilar sizlar uchun iltimos qilganimiz uchun olib chiqishdi, lekin sotmayman deb turadilar bu qo'yda mana. Necha pulga berasiz qiziq akalarimiz bo'lsa? Yurishlarni ham bir ko'rsatib. Mana buni ko'ringlar, bir yurishini akalar. Mana. Necha kun garantiya bu yemishlariga? Yemishiga, qo'ygan ishlashiga hamma yo'q aka. Bir hafta garantiya beradi. Qo'yga ishlashiga, yeb ishlariga bir hafta garantiyasi bor akalar. Ko'ringlar qo'ydi. Xudo xolasa o'ta zo'r. Mana. Sportini holatda. Narxi necha pul uni narxi aka? Tortinglar. Necha pul chiqaryapsiz bu handa qo'ydan? Endi bir obunachilarimizga. Bilmayman, necha pul chiqaryapsiz? Ya bir qulay qilib aytingchi obunachi. Obunachilar maza qilsinchi bir qulay qilib ayting. Men dollarda chiqaryapsiz, so'mda qo'ymani, ochiq gapda aytaman. Bo'ldi bering. Insob bilan bo'lsa 8,5 million. Ya 8,5 million emas. Bir o'tinchaki obunachiga. Samarqandgacha dastlabki qiladi. Tek 8 millionga mana. 500 ming so'm so'rab olyapsiz. 500 ming so'rab olyapsiz. 8,5 bo'lsa mana ketdi. Qancha o'tadigan olib bor mana. Telefon qilishaversin, o'tib beramiz, ha? Barakasi bersin. Mana akalar telefon qilsin. Lekin o'tasiz, anaqa telefon qilsa. Xudo xolasa ish. Telefon qiling, xudo xolasa. Ishdan bitadi, akalar o'tib beriladi. Hamma yo'g'iga javob. Qo'linglar qo'ydi. O'ta, lekin zo'r ekan. Sifati ham bor. Qo'y ishlashi ham o'zi holatni aytib turibdi akalar. Telefon qilib, xudo xolasa aloqa qilsalar akalar kelishtirib beriladi. Bundan keyin qanaqalari bor? Bundan keyingi aka yana bitta qo'chqorimiz bor, turib tursin deyapmiz hozir. Yo'q, chiqaylar. Ya bir olib chiqay aka uni ham. Hammasini olib chiqamiz bugun, hammasini ko'rsatamiz. Ketdik akalar. Ketdik mana ko'rsatamiz. Akalar, Otabekga ham shu indamay turaverib qo'ydi ham shu o'ta dahshatli boqqan tashlab qo'ygan ekanlar. Bog'idaglar hammasini olib chiqyapmiz. Ko'ringlar mana buni. Otabekga. Ho'p, kam. Shu olib chiqaymi deb, ha? Ana. Akalar, o'zi sotmayman deb turadilar, lekin niyat yo'q, bu qo'ydan bola olmoqchiman. Ya, maza qilishsin. Mana qarang. Akalar ko'ringlar. Nariga bitta ko'rsatib qo'ying. Mana buni ko'ringlar. Mana. Buni akalar ko'pchilik biladi. Faqat arashanda bo'ladi. Chista ishonchli variant. 100 ta 100 talik xudo xolasa mana. 10 oylik qo'zichoq dengizda buni, ha? 10 oylik qo'zichoq. 10 oylik qo'zichoqimiz mana bo'yi 90 ha. Bo'yi 90 plus minus. 90 plus minus. Ag'ba, endi bo'yi muhim emas, chunki hali 10 oylik o'sadi. Qulog'i 20,5 bo'lishi kerak qulog'i. 20 ga olishsin ha? 20 cm. Tikka dumba xudo xolasa. Yaramaslarga qarang qo'zi. Qo'ydi lekin o'ta zo'r. Qo'y og'animizda o'ta g'arib bo'lib qolgan ekan. Bu ham hozir qo'yga qo'shilgan ham qo'shilmaganmi? Qo'yga qo'shilgan, ishlayapti, ishlashlari zo'r. Qo'y ishlayapti. Dumbasini qarang, dumbasi belida. Qo'ydiki. Osilmas belida emas. Bitta o'zinchi oyoqlarni ko'ringlar yurishini. Mana kelar. Qo'y lekin o'ta dahshat. Mana. Ot o'xshab yuradi. Mashalloh. Necha kun garantiya yeb ishlariga, qo'yga qo'shishga? Qo'ygan ishlashiga, yeb ichishiga, xudo xolasa 15 kunga beradi. 15 kunga garantiyasi beriladi akalar, ishonchli. Narxi necha pul buni Otabekka narxi? Narxi arzon aka. Qulay qilib aytingchi bir obunachilarga. Bo'ldi, qo'lni bering. So'ramaymiz, labz mana aka. Boquday qo'yingiz ekan, so'ramaymiz. Bo'ldi. Yengil olamiz, yengil beramiz. U dollar pullar emas, mana 7 millionga Alloh barakasini bersin. Barakasi bersin. Real narximi bu hozir? Realni 7 millionga. Yarmi emas, ha?
Yarım emas. Akalar 7 million so'mga mana ko'ringlar. Nimaga arzon qo'yaryapsiz Otabek aka? Yo'q, foyda qilyapti kelgan narxiga. Uka kelgan narxiga foyda qilyapti. Kam ho'ram, hamisha ho'ram degan Mashalloh. bizdan olgan odam ham foyda qilsin mana. Akalar shuni bilsangiz dollarga chiqazardik. Mana bu chiziq alohida tema lekin. 7 million so'm tekis. Baldog'ini ham kesib tashlangan ekan. Ya, baldog'ini endi junni olyapti. Ko'rmay qolib endi har xil vaziyat. Ataylar qilmagan akalar, uni ham. Xullas mana ish qog'oziga olsa, tavsiya qilaveramiz 7 million so'mga. Qayercha dastavka? Dastavka Toshkentgacha. Toshkentgacha besplatno mana akalar. Xolasdan kelib ko'rib olishaversin, chatag'i yo'q. Xohlasa chiqazib berasiz. Ha, chiqadi berilaveradi. Samarqandgacha bo'ldi mana. Aka siz aytgan narxiga biz sotdik, endi bizga gapimiz yopdik. Bo'ldi Samarqandgacha. Samarqandgacha olsa, dastavkalar besplatno qo'ydi, lekin lyubitellarga tavsiya qilaveramiz. Ketdi keyingi partiyaga. Akalar mana bizni oxirigacha kuzatib tursangiz, xudo xolasa mana bunaqa qiziqlari ham chiqadi. Mana buni ko'ringlar. Egizashi va bittali. Inshaalloh ona bola boqaman, pul arzonlardan boqaman degan obunachlarimiz uchun. Mana akalar sizlar uchun pul qulay variantlardan. Otabek aka qaysi egizakchi? Mana shu egizakchi. Baldog'i bor egizakchi mana shu. So'liq bo'lasa qo'ydi. Hozir shuni ham ko'rsataman. Mana. Qo'ydi mana buni qara. Ay joning. Inshaalloh mana buni ko'ringlar. Mana. Birinchi kunda. Buni bolasi ikkita. Buni bolasi ikkita. Qaysi bolasi? Qo'chqarsa bola. Ikkalasi ham ko'paysa. Ikkalasi onasi yordamchi akalar. Qaranglar, bunisi qanaqa? Bunisini qo'chqar ekan. Bunisi qo'chqar. Ana. Buniki ham endi qo'zida hishakka chiqaryapti. Ha, birinchi bolasi bu. Birinchi bolasi suyagi maydaroq qo'yib, puli ham yengil bo'ladi. Puli ham olsa arzon akalar ko'ringlar. Boqaman akalarimiz uchun mana to'liq qulay variantidan. Bo'ylari 75. Lekin bo'yiga masalan yalachalik bolalar yonida sifati bor qo'yiladi. Ko'ringlar. Buni ham yo'lida qo'yib beraman. Puli ham xudo xolasa yo'lida. Mana buniki qo'chqor mana, ikkita buni bolalari. Nech pul deymiz pulini aka? So'ramaysizlar, ha? Yo, so'ramayni qilaydik-da, so'ramayni qilib. Egizakchini 7,5 million. Ya. 6,5 million egizakchi, narigini 4 millionga o'tib beramiz. Telefon. Qancha o'tasiz mana? 100 ming o'tib beraman. Barakasi bersin. 3 million 900 ming olib bola, akalar ko'ringlar mana. Bolasi qo'chqor. Qo'chqor. Mana. Mana. 6,5 o'tamizmi egizda? Yo, 6,5 ga endi o'tib. Ilm o'g'lisa bir xayriga. Mana ikkita bolasi 2 milliondan bo'lsa ham, RMga bir o'tib film o'g'lisa aka 50 ming, 25 mingmi? bo'ldi, telefon qo'yishaversan. Mana akalar. Xayrsiz qo'ysa. Film o'g'silaring xudo xolasa o'tib beriladi. Mana. Ularlari butun inshaalloh. Samarqandgacha dastavka. Dastavka Samarqandgacha. Samarqandgacha besplatno akalar, kelib ko'raman deganlar ko'raverasizlar. Imkoniyat bo'lmasa, sharoit bo'lmasa uylaringga qo'yib boradi, shopirdan pul sanab beraverasizlar. Narxligi o'ta arzon. Tashlab beramiz, shopirdan pul sanab berishadi. Mana akalar. Vohalarga bo'lsa chicha zakalat tashlab berishadi, vodiyga zakalat pakalash shart emas. Mana vohalarga akalar zakalat tashlab berasizlar, qo'yib yetib boradi uylaringga. Ko'ringlar. Bu akalar mana ona bolalarimiz. Bundan keyingi qanaqalar chiqadi Otabek aka? Bundan keyingi qisir sovliqlar yemlayman degan odamlar. Gap. Qurvonliqqa. Hali sizga o'xshab mana boqiga tashlab qo'yib yemlayman deganligi. Qurvonliqqa hamma qo'yini sotib bo'ldi hozir. Iste'molchilar bor. Ana bu odamlar ham mana bozorga ham chiqish shart emas, uyda o'tirib olsa bo'laveradi, xudo xolasa. O'shanda pastdan puli yengilidan qilib beramiz, uka. Akalar shu Otabek akamni havas qilib, qisir sog'liq boqaman deb niyat qo'ygan akalarimiz uchun mana qisirlardan xudo xolasa, nechta Otabek aka bular? 9 ta. 9 dona ko'ringlar. Mana. Ko'rkamolcha. Bir endi sir-sinoatlarni ham o'rgatasizda boqish haqida. Qanaqa yem bergan yaxshi? Makka bo'ldi, qaynatib beramizda biz. Bo'ldi, o'zini qaynatib bersa ham bo'laveradi, hozir makka qimmatlar yo'q, uka. Bo'ldi, o'zini qaynatib bersa ham akalar pishib o'sa, hali pishadi akalar, ko'payadi. Mana. Ularni badani ham yaxshi, araqtirib emas, qilib qo'yapman. Qachon ajragan boladan bular aka? Qachon ajragan boladan? Boladan kecha ajraganlari ham bor. Bittasi ash yaqinda ajratdi, narigisi yerini kattagi. Ajraganlari ham bor, uka. Nechtadan tuqqan bular? Bittadan tuqqan, uka. 3 tadan tuqqan akalar, 4 6. Asha Mana. tashqarida tuqqan. Lekin bular go'shtni juda aytadi. Semirtirgan qassoblar o'zi olib ketaveradi uylaringdan akalar, ko'ringlar. Mana. Bo'ylari ham lekin 80 yuqori, suyakli sog'liqlarni xohlasa. Samarqandcha 80 gacha deylik. 75 dan 80 gacha ham olishaveradi. Rossiya ham hozir aytadi, mana so'zlarni qara. Ko'ringlar. Yeti ham hozir org'a emas, semiz emas akalar, o'rtacha holat. Mana. Ko'ringlar mana buni. U jonivor. Mana. Jonivor. Mashalloh. Ichidan bir ikkita olsa ham sotaveramizmi? Sotaveramiz, yarim tolaman sen. Yarim tolaman degan ham sotilaveradi. Obunashda mana bu sifatini ko'ringlar. Nech pul narxi aka? 3 milliondan so'm bo'ladimi? Vaksina vitamin ko'l bo'lgan bo'lmaganmi? Qimol sho'radi bizlar. Qay qildirib beraylik bitta aka, bonus qilib. Qildirib beramiz, uka. Nech puldan o'tasiz 3 milliondan ga? Sen qo'lda bering. Bor 100 mingdan. 200 mingdan o'tasiz.
28 Haddim siqqanini so'rab olyapsiz aka, haddim siqqan obunachilarga. Akaxon sizda obunachilar mana 2 million 8 million. Barakasiz. Mana aka. Hammasini bir joyga olgan 2 million 8 million. Donayevish bilan ter olaveradi. Telefon qilib mana kachtayni bering, menga 2 million 800 ming desa bo'lmaydi buni. Necha pulga beramiz? Tanlab olishga mana 3 ayting. million 300 ming so'm bo'ldi. Yo'q, shuni 300 emas aka, bir yopishtirib Yo'q. telefonda o'tib berasiz. Bunda Sardorbek qarangda 3 million 100 mingga olingan bo'lsa, Hop. 100 ming foyda qiladi, 100 ming yo'l kirasi bo'ladi. Bo'ldi, mana. 3 million 300 ming so'm bo'ladi. Qo'yalari arzonroqtira, plus minus. İki yarım taslayam koşkalı veremem işte yarım çalın. Ichida, mana Ama ülgözüsüge basar misal için kesmeden. 2,5 milyon kaçkalı veremem. Bitti işte. qo'y suyug'iga akalar 2 million 800. Xullas akalar kelib ko'raman deganlar kelaverasizlar, inshaalloh ishlayib bitkazib, chiroq yetkazib berishadi. Qaysi partiya yoqsa mana savdolashib olaverasiz, xudo xolasa akalar. Mana, lekin yemlayman degan akalarim uchun bir yo'l yo'rini ko'rsatishadi, inshaalloh ketmoqchilar. İnşallah. Mana akalar, qaysi partiya yoqsa bemalol telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Telefon konudan kuş kafa kolasali bo'lmaydi. Qo'yis qaytishmaydi. Ha, şimdi. Qo'yamanda telefon qilish uchun da qolasa, uylariga olib borib yetkazib beramiz. Inshaalloh foyda qilishadi. Otangizga rahmat. Yo'lida kamdan huram hamisha huramda. Bizdan odam foyda qilsin degan manhajda ostida ishlab mana harakat qilyapmiz ekan. Otangizga rahmat aka. Sizda narx doim arzon aka. Obunachilar bizni kuzatib turgan hammaga rahmat. Kelasi yangi videolar ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.